Bolangizga kiyimni siz tanlamang degan. Men 5 yoshdan tortib shunaqa qilmayman bolalarga, kiyim tanlamayman. Safardan olsam olib kelaman. Bu yerda do'konga olib chiqsam tanla deyman. Keyin tanlaydi, haligi yiltiroq yomonini tanlaydi. Aniq. Bilmaydi-ku, tajribasi yo'q. Keyin tanlasa seni terlatadi u. Sifatliroq narsa tanla, qimmatroq bo'lsa ham mayli deb qo'yasiz. Desiz, u biladiki taqiq siz uchun bo'layotganini biladi. Qimmatroq bo'lsa ham mayli degan gapingiz unga juda xush yoqadi. Uni manfaati uchun unga siz taklif berayotganingizni darrov his qiladi. Ketdi. Siz o'zingizga ma'qulini topguncha bo'lmadi deb turaverasiz, bo'ladi. Ammo mana uni kiy demang. O'zingiz tanlaysizda, "Ol, mana shuni kiy." Jon, de senga bekor olib bergandan keyin biroq rahmat desang bo'lmaydi buni o'rniga. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Noto'g'ri. Tanla, yoqadigani bo'lsin. Siz yo'nalish berasiz, lekin o'zi tanlaydi. O'sha bahonasida u meni aytdingiz. 100% bola siz tanlab bering deyishgacha borishi mumkin. O'shunda ham unamaysiz. Yo'q, o'zing tanlaysan deysiz.